Ha, yeni geldin mi? Ben Lobe. Yeni geldiniz mi? Ben Lobe. İşte ben valla. Ben Lobe'nin tercümanıyım. Oy. Uygurca gap kılatı diye tercüme kılıştan açtı ama. Oy şu Uygurca öğreydiğin gap Lobe'nin yeşçi oyup kalıyorsunuz köyden. Şirkette lık yaş balladan ha. Köyündeki tapanmaydı. Şunu tercüme kılıp kalıyor. Kıl ademilik tolgan şirketken ne var? Ha, bolda yaxshi qil, yaxshi ishla, men ko'rib qo'ydim seni. Istiqboling parlaq seni. Ben böyle kuruq gapdan birini qilib qo'ydim. Xotirjam bo'l. Ishing bo'lsin, shirkat seni hargiz ziyon tortqizmaydi. Kichkina qildim. Hello ben beni iş kış günler aydı etmesen de oldu demine. Xotirjam bo'l deymisan. Bu shirkatda xohlagancha edib etmaymiz. Xotirjam bilan men xohlagancha adam aydashga betinolmayman. Aa, Kelisa bizga ajab chiroyli qo'lab kutibli ha. Hey Dilisa sen men ishxonga xizmat qilg'ili keldingmi yoki grim qilib men naqsha qilib keldingmi? Voy, Ha, bo'ldi, qaytib xizmat qilay men ha. ha bo'ldi men qaytib do'yim shu qilaman. Ha, men 5 minutlam shu hal qilaman. 5 minutlar ishlayman. Siz gapni tarjim qilmasam bo'ladi deyman. Qilimiz loban. Qilmaymiz. Qildik qilimiz. Qilmaslik degandek Qilimiz. og'izlarini tejimsizlar. Dilisa og'zini jumla. Davasa hozir bir yig'in ichitaylar. Oddiy qilib 2 minutlam ochaman. Oddiy qilib 2 soat ochaman. Men hozir bazadik-man, raqobat nəhayət keskin bo'ladi. Shuni hamma bo'shatib sanılmaydi. Mashinalarni chuydirayotdi. Ehtiyot qilaman. Men mashinani o'stirsam o'stirmaydi, herkes tushunmaydi. Bu kam emas bizda. Bizdekning xaridorlari hamma yerda bor. Potib qo'ydim. Bizga setiqchidimi ben? Hamma ishni qila oladigan universal sapagiga ixtisoslik talab qiladi. Bo'lsa bizga kassirchi, ilmchi, satiqchi, remontchi, tozliqchi, bo'lsa birga mahir, ko'pga qodir 10 odamning ishini qilib bir odamning maoshini oladigan universal medikal lazım. Shirkatga ishinglar hargiz sizni ziyon tortib qo'yadi. Tirissanglar, hammangni bayqiladim. To'xshor pisqan nanchilab yig'izat. Ha bo'ldi. Bugun men shayx so'zda haqini o'zing erkin fikr qilinglar. Ashqan vaqt ichida qo'shonmachilikni boshi soni bo'ldi. Yaxşı. Bileysa bu yaqindan tarjimani g'azab qilyaptilar ya. Dilisa tarjimani bak yaxshi qilyapsa, lekin bo'ldi bundaki qilmaydi qo'ydim. Kechiring. Bundan kesilmiş Ling Xona tarjimasini qilsidimi? Maqullar. Voy qimmatmi buna xizmatni? Ishim siqilib qoldi mening. Tarjimasa. Qimmatmi bo'ldi bunda xizmatni hech kim siqilib ketdi o'sha ketdi. Nalarni ish qilyapti? Sizni qaylaplab ishim siqilib qoldi mening. Sizga qaylablam hech kim siqilyapti. Bu Ling Xo gapni ag'itib tushunmaydi ekansizlar. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive.